Toshkentda yigit sevgan qizining ota-onasi sovchilarga rad javobini bergani uchun alamidan ko'chada turgan Lacetti mashinasini olib qochdi. Ushbu holat haqidagi xabar bugun ijtimoiy tarmoqlarda tarqalyapti. Eng e'tiborlisi voqea shu kunlarda emas, o'tgan yilning bahor oylarida ro'y bergan. Sudlanuvchi 1995-yil Qashqadaryo viloyatida tug'ilib, Toshkent viloyatida istiqomat qilgan. Sud majlisida yigit qilgan ishidan pushaymonligini bildirdi. Lacetti egasi esa yigitga nisbatan hech qanday da'vosi yo'q ekanligini aytdi. Ish hujjatlarida keltirilishicha, sevgan qizidan rad javobini eshitgan yigit tushkun holatda, jahl ustida ko'chada nazoratsiz qolgan avtomobilni olib qochadi, lekin mashinaga hech qanday texnik shikast yetkazmaydi. Jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudida yigitga nisbatan quyidagicha jazo tayinlandi. Sud hukmiga ko'ra yigitga 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan sudlanuvchining qamoqda saqlangan kuni tayinlangan jazosidan chekirib, unga 3 yil 11 oy 3 kun ozodlikdan mahrum qilish jazosi qoldirilgan. Sudlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 72-moddasini qo'llab, tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish jazosini shartli hisoblab 2 yil sinov muddati belgilangan. Sevgan qizingizdan rad javobini olish bu jinoyat ko'chasiga kirishingizga sabab bo'la olmaydi, balki u qiz sizning taqdiringiz bo'lmagandir. Nima bo'lsa ham hammasi yaxshilikka. Ushbu lavhani qo'shtirnoq ichidagi oshiq yigitlarga jo'natib qo'ying.